Jang sotilgan. Ha, Saturnda jangi sotilgan. Ko'p joylarda shu kommentlarni ko'ryapmiz. Javobi juda ham oddiy. O'zimdan misol Qirg'izistondagi birinchi 5 ta jangimgacha Lyubitelskidagi boshida bor kuchimni tashiyman. Yo nokaut qilaman, yo bo'g'ib qo'yaman. O'xshamay qolsa, u yog'ini vaqt ko'rsatadi degan tushuncha mana shunaqa bo'mog'ir taktika bo'lgan. Marcelen Kamate ham xuddi shu taktika bilan chiqdi. Nokaut ham qila olmadi, bo'g'ib ham qo'ya olmadi va u yog'ini o'zingizlar ko'rdinglar. Har xil nito harakatlar, kapalarni chiqarib yuborish, o'zini g'alati tutish, buni hammasi miyasi va tanasi atkaz berganidan. Bu narsani ko'rib esa Saturnda yana ham ishtahasi ochildi. To'g'ri, birinchi jangidan keyin men ham jang shunaqa sotilganmikan deb o'ylab qoldim bahonasini ko'rib. Ikkinchi jangda amin bo'ldimki, bu haqqoniy g'alaba. Xullas, tabriklaymiz.